Ey o'zini muslima deb hisoblab, turli tuman go'zal hijoblarga burkanib o'zini aldab yurganlar. Makka haramidagi nazoratchilardan biri shunday deydi. Tavof vaqtida bir ayol baland ovozda kulib gaplashayotgani qulog'imga eshitildi. Qarasam, o'ziga oro bergan, bo'yanib ziynatli kiyimlar kiygan bir qiz ekan. Unga qarab, "Singlim, Allohdan qo'rqin. Ustingdagi hijob shariat buyurganday hijob emas. Yana uni ustiga Ka'ba atrofida tavofda kulib ovozingni ko'tarasanmi? Qara qancha erkaklarni senga ko'zi tushyapti" dedim. U esa menga, "Ey shayx, men istaganimni qilaman, ishing bo'lmasin men bilan" dedi. "Sen o'limdan qo'rqmaysanmi?" dedim. U esa so'zlarimni masxara qilib, "O'limga aytib qo'y, meni 9-eshik oldida kutib tursin" deganini eshitib yuragim qo'rquvdan titrab ketdi. Allohdan panoh so'rab boshqa gapirmasdan ortimga qaytdim. Hojilarni Safo Marvada tartiblash bilan shug'ullanib, ish vaqtim tugagach, sherigim bilan tashqarida bir qadah qahva ichib bo'lib, haramga 9-eshik orqali kirib ketayotganimizda, eshik oldida shovqin tumonat odam to'planib olgan. Qarasam, o'sha qiz eshik tagida ayanchli holda o'lib yotibdi. Ey o'zini muslima deb hisoblab, turli tuman go'zal hijoblarga burkanib o'zini aldab yurganlar. Ijtimoiy tarmoqda o'zini reklama qilayotgan ayollar falon domlani ayoli bo'lib turib, barcha erkaklarnikiday bo'lib ekran bo'shatmayotgan mashhur yulduzchalar. O'lim sizdan bir qadam narida turganini, sizni jon tomiringizni sug'urib olishga shay turganini unutmang. Ibodat niyatida muqaddas tuproqni bosganda ham o'zingizni maqtab, dayus juftingizni suyanib turib duolar qilib, suratga tushmay turing. O'limsiz tomon qadam qo'ygan bo'lishi mumkin. Sizni ogoh etgan ovoz Allohni oxirgi eslatuvchisi bo'lishi mumkin. Kibr qilib osmonlardagi oyman deb o'ylamang. Allohga tavbaga ulgurmay, hatto tavof qilayotgan joyingizdan ham o'lim sizni xor qilib qabrga tashlaydi. Qimmatbaho kiyimlar, kafanga makiyajli yuzlar tuproqqa o'raladi. Alloh qiyomat kuni eng birinchi bo'lib riyokor olimni yuzi bilan jahannamga uloqtiradi. Muqaddas zaminni kir suratlaringiz, nopok qadamlaringiz bilan bulg'amang. Alloh har soniyada bo'g'zingizdan joningizni sug'urib olishga qodir zotdir. Ka'baga maqtanishga emas, gunohlardan tavbaga keling.